Keling, men sizlarga suv isitgichlarni ishlatish vaqtidagi eng kerakli top 5 ta maslahatlarni aytib o'taman. 5-inchisi aniq siz uchun foydali bo'ladi. Boshladik. Birinchi maslahat: suv isitgichlarni ko'rinishiga qarab to'g'ri joylashtirish. Ya'ni suv isitgichlar gorizontal va vertikal ko'rinishga ega bo'lib, vertikal bo'lsa vertikal, gorizontal bo'lsa gorizontal holatda o'rnatilishi kerak. Ikkinchi maslahat: komplektidan chiquvchi предохранительный klapanni o'rnatilganligiga e'tibor bering. Chunki u suv isitgichni eng asosiy qismlaridan biri bo'lib, birinchi vazifasi qizigan suvni ortga qaytib ketmasligini oldini oladi. Shunda sistemaga zarari tegmaydi. Ikkinchi vazifasi: agar bak qismida yuqori bosim paydo bo'lsa, undan havo avtomatik holatda chiqib ketib, bosim normal holatga tushadi. Agar o'rnatilmasa, suv isitgichining ichida yuqori bosim paydo bo'lishini hisobiga yorilishi yoki portlashi ham mumkin. Shu sababli предохранительный klapan o'rnatilmagan bo'lsa, Polvon kompaniyasi bu holat uchun kafolat bermaydi. Uchinchi maslahat: bak qismini ishlatishga qarab, o'rtacha holatda 5 yoki 6 oyda tozalab, agar ten yoki magniy anodning holati yaroqsiz holatda bo'lsa, uni yangisiga almashtirishni maslahat beramiz. Chunki agar o'ta darajada ko'p to'plangan bo'lsa, anod yemirilib, yaroqsiz holatga kelishi aniq. To'rtinchi maslahat: suv isitgichni yangi holatida quruq ishlatib qo'ymaslikni tavsiya beramiz. Bu holatni oldini olish uchun issiq suv kranini ochib qo'yishimiz va havo aralashmagan suv chiqishini kutib, krandan to'liq suv chiqqandan so'ng suv isitgichni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Agar suv isitgichni yangi o'rnatilgandan so'ng suvsiz holatda ishlatilsa, ten qismi zararlanib, tok suvga o'tishi va suv isitgichning o'zozlashtasi suv isitgichni o'chirib qo'yadi. Lekin tok kuchlanishi 150 voltdan past bo'lsa, suv o'zlashda va o'zozlashtasi ham ishlamaydi. Shu sababli tokning normalligiga ham e'tibor bering. Va nihoyat 5-maslahatni qolganlarga ham foydali bo'lishi uchun o'zingiz kommentariyada yozib keting.